Assalomu alaykum Fayzli xonadon kanalimizni kuzatib boruvchilari. Mana shunaqa hovlimizga kelganmiz, 2 etaj. Mana uyimizga kirganimizda oshxona kutib oladi. Bu yoqda sanuzelimiz. Bu yoqda mana yotoqxona bo'ladi. Naryoqda havo almashtirish uchun eshiklar ham bor. Bu yoqda mana bolalar xonasi bo'ladi. Barcha mebellari qoladi. Hozir tepalarni ham ko'rsataman. Mana zinasiga bitta baho beramiz. Qarang qanday chiroyliligini. Hozir mana chiqqanimizda sanuzel bo'ladi. Bu yoqda katta mehmonxonasi, barcha mebellar ham, pardalar ham qoladi. Mana bu yoqda esa mana shunaqa yotoqxonani garderob qilib qo'yilgan. Xohlasanglar pulni berib yotoqxonami, namozxonami qilib qo'yishingiz mumkin. Mana bu yerda havo almashtirish uchun joylar tashlab ketilgan. Mana pochkalar turibdi, 3 pochka. Mana bu yoqda sekin kiramiz. Polvon uxlayapti. Mana bu ham qoladi. Mana bunaqa mebellariga garderob, yangi hovli, yangi xonadon. Mana televizorlarni qarang, qanday kattaligi. Mana shular ham qoladi. Hammasi bonusga tashlab ketiladi. Manzilimiz Toshkent shahar Sergeli Xonobod mahallasida bo'ladi. Pastda egasi nomerlari bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Tepada o'zimizning nomerimiz. Unga shunaqa reklama xizmatlari kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar.